Bundan 1 yil oldin Feruz degan ukam bor. Shu ukamga men birga maslahat berdim. Uka, shunday qilish kerak deb. Akasi avtoelektrik, akasining yonida shogird qilib ishlasa bo'ladi. Mana shu yigit. Assalomu alaykum aka. Men bilan birga katta bo'lgan yigit. Bitta mahallada, shu Dahbit mahallasida katta bo'lganmiz. Keyin men aytdim, uka shunday qilish kerak. Inshaalloh shu aytganimni qilsalaring, akangning ishi zo'r bo'ladi, sening ishing yaxshi bo'ladi. Dedim, o'sha payt balkim seriyozga qabul qilmagan men gaplarimni masalan. Kecha telefon oldi, aka dedi, bir sizni maslahatlaringiz kerak menga. Sizni maslahatlaringiz kerak menga. Sizni maslahatlaringizga amal qilmasam bo'lmayapti shota dedi ukam. Kelib uyga kelib gaplashamiz dedim. Bugun mana uyga keldi, hozir bir yarim soat 40 minutdan beri gaplashamiz. Yo'l yo'lida aytdim menga nima qilish kerak. Birinchi nimadan boshlash kerak, keyin nima qilish kerak. 6 oydan keyin qanaqa natija bo'lishi kerak aytdim. Ko'ngling to'ldimi uka gaplardan? Ha, aka to'ldi. Nasib bo'lsa endi boshlaymiz-da. Inshaalloh boshlasang, inshaalloh meni kursimda o'qib, bolalar mashina ustida bo'ladimi, avtoelektrik bo'ladimi, motorist bo'ladimi, duradgor bo'ladimi, elektrik bo'ladimi? Meni berayotgan bilimni hamma uchun. Bitta yo'nalishda emas. Hay, duxkontrni kacholik ключевой o'sha duxkontrni kacholik o'rganaman degan bolalar uchun. Lekin o'sha kursda ichida hammasi shaxsiy rivojlanish, moliyani boshqarish, darsligini olmasa, hech qaysi sohada o'sish bo'lmaydi, do'stlar. Feruzjonga omad tilayman. Inshaalloh mana shunday o'zim podдержка qilib turaman ukam. To men aytgan yo'llarni bosib o'tib, men aytgan urovga chiqib olguncha o'zim podдержка qilaman. Chunki bu ukam meni birga katta bo'lganmiz bitta mahallada. Mendan ancha yosh. 22 ga kirdingmi? Ha, shunday. Men 35 ga kirdim uka. Ancha yoshsan. Lekin Xudo xolasa nasibsa yonimdasan, nasibsa masjidga boramiz, Xudo xolasa. Omad tilaymiz. Like bosib qo'yinglar videoga. Aytgancha, kecha Javohir ukam mendan 5 yosh kichkina. Javohirga men 2 yil oldin aytdim, uka shuni qilish kerak deb yo'l yo'rig'ini ko'rsatdim. Aka mayli deb Manzavodda ishlab yurardi. Kecha aka Manzavodda yig'ishtiraman aka. Menga o'rgating deb kecha men kursimga to'lov qilib qo'shildi ukam. Bu ukam Azizon kolbasa sexda, kolbasa zavodda ishlab yuradi. Aka zavodda yig'ishtiraman aka. Shaxs sifatida o'smasam bo'lmaydi. Men bir umr o'sha 6-7 million oylikda ishlashni xohlamayman. 10 million to'lagan taqdirda ham men oylikka ishlashni xohlamayman. Men o'zimning potensialim bor, o'zimning orzu maqsadlarim bor, niyatlarim bor. Men bu hayotda shunchaki ishchi bo'lib o'tib ketishni xohlamayman deb men oldimga kelibdi. Inshaalloh nasib bo'lsa o'zim podдержка qilaman. Duo qilib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.